Assalomu alaykum. Xaymardagi obyektimizdan qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ushbu obyektimizni devor patoloqlari polnisi gipsokardonda apishka bo'lib, utepletel bilan polnisi apishka qilib chiqamiz. Ko'rganlaringizdek, hozirgi etap polnisi profillarini urib, patoloq profillarini polnisi urib tayyorlaymiz. Ikkinchi etapda elektrika montaj simlarini tashlab olamiz. Profilning ichki qismida qoladi. Xudo xolasa simlarni tashlab bo'lganimizdan keyin esa nasib bo'lsa minimatalarni qilib polnisi apishkani ham boshlab olamiz. Gipsokardonimiz har doimgidek Knauf firmasidan logositli gipsokardonlardan qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Sifat darajasi har doim birinchi o'rinda. Idealni qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Aytib o'tadigan joyi atkoslarimizni derazalar yo'qligi hisobiga birdan atkoslarni tayyorlab ketyapmiz. Tashqi qismidan mana shu yergacha ichki qismi atkos bo'ladi. Bu yer esa razmerni olib, akfachi eshik derazalarini birdan qo'yib ketadi. Har bitta ishimizni melachevkasigacha e'tibor beramiz. Mana shu ishlarni qilayotgan ustamizga bitta sizlardan like, podpishka kutib qolamiz. Kuzatishda davom etinglar. Bundan ham foydali ma'lumotlarni qo'yib borishda davom etamiz. Sizlardan faqat podpishka, like kutib qolamiz. Hammaga rahmat.